Katta yolg'on shu odamlarning to'g'risida yomon gumonda bo'lish, mo'min musulmonlar to'g'risida deganlar. Bu to'g'risida ham bir qancha hadislar, rivoyatlar bor. Hazrati Umarning gaplari bor, mashhur. Mo'min musulmon to'g'risida gap ko'payib ketib, faqat bitta yaxshilik bo'lsa ham shu yaxshilikka pir urish kerak deganlar. Hech yomonlikni o'ylamaslik kerak. Faqat mo'min musulmonlar to'g'risida yaxshi, inshaalloh yaxshi bo'ladi, go'zal bo'ladi degan gumonni qilish kerak. Ana shunda go'zal bo'ladi haqiqatan. Lekin hamma bo'lmaydi, chatoq, rasvo devorsa, farishta omin deydi, rasvolik ham ko'payaveradi. Shuning uchun qalb g'iybatini ham shariatimizda man qilgan ekan. Bunga ham nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Mo'min musulmonlar to'g'risida doimo faqat yaxshi gumonda, xayrlik, barakalik, umidda kelajagimiz yaxshi bo'ladi degan ko'ngil ochiqlik